Assalomu alaykum Biznes TV kanalimizda obunachilari. Qadrbaland qadrdonlar, nasib qilsa sizlar uchun o'ta ham chiroyli bitta yangilik qildik. Uni albatta hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu apparatimizni to'g'ri ko'rsatganmiz, ko'rgansizlar, eshitgansizlar, hammasini to'liq ma'lumot berganmiz. Lekin mana bunisiga kelsak, bunaqasini hali ko'rmagansizlar ham eshitmagansizlar. Birinchi marta ko'rib eshitib turgishlaring. Xo'p, bunimiz 229 ta spokойный, kuchanmasdan maza qilib ishlayapti. Xo'p, 189 tok ko'rsatyapti. 90, 80 gacha tushib ketyapti. 220 bor tok qo'yiladi, o'ta ham baquvvat yanada ishlaydi. Bu xudo xolasa tiqilib qolmaydi, kuchanib qolmaydi. Mana ko'rib turibsizlar ishlashini. Soatiga kamida 400 kiloni bemalol chiqarib beradi. Chiqargan briketlarimizni mana ko'rib turibsizlar, oralarida mana shunaqa o'rtasida teshigi bor. Qolipimiz 100 lik razmerda. Xo'p, okamizga kelsak, buni klayini ham cheklanmagan miqdorda arzon narxda, ya'ni 4000 so'mdan aytgan joylaringga yetkazdirib berish xizmati bor. Hozir bunga esa klay qo'shilgani yo'q. Okamizda o'zi 500 so'm olingan suv bilan aralashtirilgan. Do'stlar, apparatimizga kelsak, apparatimizda ko'rib turibsizlar. Xohlovchilar uchun endi 380 da, xohlovchilar uchun esa 220 da ishlaydigan qilib beramiz. Farqi nima degan do'stlarga? Farqi 380 da 600 kilo chiqarsa, 220 da 400 kilo chiqaradi. 100 kilo, 150 kilo farqi bor soatiga chiqarishda. Mana shu bizning juju taxallusli shogirdimiz mana shuni maza qilib ishlatib soqa qilyapti. Maktabdan kelib, albatta. To'g'rimi juju? Manzilimiz esa Qo'qon shahar. Xo'p, O'zbekistonda 12 ta viloyatda dastavka xizmatlarimiz ishlab turibdi. Qo'shni davlatdan Qirg'iziston, Qozog'iston bo'ylab ham chiroyli qilib yetkazdirib beraveramiz adreslaringgacha. Faqat dastavkasiga отдельный narx. Buni narxi o'zi mana shu joyida 15 million so'm qilib beramiz. Narxlarni arzon qo'yordiga bu narsani 17 million 16 million ham sotganmiz. Bugun 7-dekabr chislomiyamiz. 2025-yil kuni bu videoni sizlar uchun syomka qilyapmiz. Xo'p. Bizning adresimizda aytib o'tdik. Xohlovchilar uchun bunisidan yoki boshqa katta kimga qanaqasi kerak bo'lsa yoki atrofon pechka desalarni ham qilib beraveramiz. Ha, do'stlar, g'ish apparatlarimiz ham ketyapti. Adreslariga yetib borib turibdi. Mana sveji chiqqan ishlarimiz bu. Hop, mana ko'rdilaringmi? Xokamizga qo'shiladigan klayni ko'rsatib o'taman. Mana klay, mana shunaqa klaydan kimga qancha kerak desa qilib berilaveradi. Xo'p, 1 tonna olsangiz 20 tonna xokaga qo'shsangiz, xokangizni o'ta ham baquvvat qilib, juda ham bir sifatli qilib, hamda yonishiga ham foydasi bor, ya'ni alangalari tez bo'ladi. Har taraflama foydasi bor. Buni sinab ko'rgan aka-ukalarimiz juda yaxshi bilishadi. Ko'rib turibsizlar, bu apparatimizni hozir Toshkent viloyatiga jo'natyapmiz. Toshkent viloyatimiz menga faqat 220 da ishlasin deyishgan, 220 da ishlayapti. Ko'rib turibsizlar. Mana bu tarafda razmeri kichkinaroqlaridan ham bor. Buni o'rtasi teshik. Mana ko'rib turibsizlar buni ham. Bu 76 lik turbadan chiqyapti. Bunimiz esa 100 lik turbadan chiqyapti. Xo'p. Bu apparatimizni egalari olib ketishdi. Qashqadaryoga ketdi. Adashmasam Kasb tumaniga. Ish apparatimizni ham hozir syomka qilishga ulgurmay qoldik. Chiqarib yubordik. Uni ham shu Qashqadaryoga chiqardik adashmasam. Undan oldin esa Tojikistonga. Gidrosilindrli blok razmerda chiqarilgan ish apparatlarimiz bor. Rushnoylari bor. Ish apparatimizda, ko'mir apparatimizda. Xo'p, narxlar hammasiga aksiya ketgan do'stlar. Nasib qilsa, mana shu 1-dekabrdan 1-fevralgacha, ya'ni 2 oy aksiya. O'sha kichkina g'ish apparatdan tortib, atrofon pechkadan tortib to zavod g'ish apparati bor, kuniga 50 mingta chiqaradi. Ana shu apparatlarimizgacha aksiya ketgan. Qo'shilib, shu vaqt ichida aksiya davomida olishlaringni tavsiya qilaman. Kimdir mana shu biznes qilaman deb turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, shunaqa blogmi, ish blogmi, ko'mirdikimi, sovundikimi, geldikimi, xullas har bitta ishlab chiqarish apparatini 1 yil garantiyasi bilan yasab bitirib, adreslaringgacha chiroyli qilib yetkazdirib berish xizmati mana bizda. Telefon nomerlarimizni ko'rsatib o'tdik. Albatta ekranda ham og'izdirib o'tyapmiz sizlar uchun. Gidrosilindrli stanogimiz. Bunisi esa g'ish blok chiqaradigan, bunisi ham solarishni, elektriskiy, benzinli, farqi yo'q. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa
hamisha xizmatlaringlarimiz tayyorlab bitirib tez vaqt ichida sifatli qilib yetkazdirib beraveramiz. Mana 10 minut deganda ekpop pakani bir sillatib tashlab chiqarib. Ma'qul kelgan bo'lsa do'stlar, videomizga albatta bittadan like qoldirib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Bu videomiz kengroq tarqalishi uchun albatta like esdan chiqmasin. Kimda qanaqadir fikri bo'lsa yoki bir savoli bo'lsa, kommentariyada qoldirsalaring, imkon qadar sizlar uchun har bittasini ko'rib chiqib o'qib javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning kanaldan uzoqlashmasdan videomizni kuzatib turinglar. 220 da ishlaydigan ko'mir briket kerak degan do'stlaringga bu videoni albatta jo'natib qo'yish esdan